Assalomualaykum. Biz birodarlar, xudo xolasa bugungi ishimizni ham bitirib oldik, nasib etsa. Zakazning kotel bo'ldi. Nasoslari bilan o'rnatib berganmiz. Bu joyimiz 2 etaj bo'ladi. Görsangiz ayni shunday deb потолоклari натяжной. Deb chiroyli deb аккуратный deb qalsholarni qo'yib sifatlatib o'tirib berganmiz. Yan tarafına yana bir spalnisi. Bu yerdan yuqori 2-chi etajga chiqib ketgan. Yan tarafdan kotellangan yan tarafi. Shunday chiroyli akkuratni deb sifatlatib o'tirib berganmiz. Ko'rsangiz yana bu yerda peshimiz bor edi. Peshdan spasini buzmang. Chiroyli deb o'tirib berganmiz. Bu xonamiz zalda bo'ladi. Zalning ham yeri натяжной потолок. Bu avvalgi turbasi. Bizda tozalab o'tirganimiz. Shunday sifatli planiklar bilan o'rnatib berganmiz. İkinci etaja chiqqanimizda bizda shunday ulug' zalimiz bo'ladi. Pesimiz натяжный. Zalimizdagi pesa chiqib ketgan podachamiz bu. İkinci zalimiz. İkinci etaj. Chiroyli deb o'rnatib berganmiz. Bugungi ishimiz bitti. Nasib etsa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz. Hammangizga katta rahmat.